30-savol. 4 ta raqamlangan probelkalarda alohida A silikat ioni, B kalsiy kationi, C nitrat anioni, D karbonat ionlari tutuvchi anorganik moddalar eritmalari berilgan ekan. 4 ta probelka. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta probelka deylik. Mana. Endi birinchi va 4-chi probelkalarda eritmalarga xlorid kislota qo'shilganda, birinchi probelkada rangsiz, hidsiz gaz ajralar ekan normal. Demak, shulardan qaysi birida ion tutsa, xlorid kislota gaz ajraladi desa, mana D da. Demak, birinchi probelkaga D ion bo'lgan, ya'ni karbonat ioni bo'lgan modda. Karbonat ioni bo'lgan modda, masalan, kaliy karbonat. Kaliy kesuvchi. Mana karbonat ioni bor. Bunga rostdan ham xlorid kislota qo'shilsa, bu yerda kelib chiqadi kaliy xlorid, karbonat angidrid gazi va suv kelib chiqadi. H2O. H2O kelib chiqadi. Demak, to'g'ri bo'lyapti. Birinchi probelkada D ion karbonat ioni bo'lgan. Endi gaz ajralishdan bildik uni. Mana bu kartdan gaz. 4-chi probelkada esa gelsmon cho'kma. Gelsmon cho'kma bu silikat kislota. Bitta shu ma'lumotda gelsmon cho'kmaga silikat kislota yozilgan. Demak, silikat ion bo'lgan. A ion bo'lgan. Bu 4-chi probelkada. Demak, 4-chi probelkada A ioni bo'lgan silikat ioni. Masalan, silikat ioni tutuvchi eritmalar ishqoriy metallar, silikatli tuzlar. Masalan, natriy silikat bo'lgan deylik. Natriy 2 kremniy ovchi degan kislota bo'lgan. Tuz bo'lgan. Bunga xlorid kislota qo'shilgan, birinchi bilan 4-chiga. Bu yerda kelib chiqyapti natriy xlorid bilan silikat kislota kelib chiqyapti. H2 kremniy ovch. Silikat kislota, cho'kma, gelsmon. Suvda erimaydi. Demak, 4-chisi topildi A ekan. Endi 2 va 3-chi probelkalar moddalarga natriy karbonat eritmasi qo'shganda, 2-chi probelkada oq cho'kma tushgan. C va D dan qaysi biri oq cho'kma hosil qiladi desa, kalsiy ionlari natriy karbonat aslida kalsiy karbonat oq cho'kmasiga aylanadi. Demak, 2-chi probelkada kalsiy ioni bo'lgan, ya'ni B ioni bo'lgan kalsiy ionlari. Kalsiy ionlari desa, masalan, kalsiyda xloridli tuzida kalsiy ionlari bo'ladi. Plus natriy karbonat ta'sir ettirilsa, bu yerdan kelib chiqadi kalsiy karbonat oq cho'kma tushadi va natriy xlorid kelib chiqadi. Natriy xlorid. Kalsiy karbonat oq cho'kma. Shuning uchun 2-chi probelkada B ion bo'lgan. Demak, 3-chi probelkaga C ion qoldi, boshqa ion yo'q. 3-chi probelkada o'zgarish kuzatilmagan, ya'ni bu nitrat ioni natriy karbonat bilan reaksiyaga kirishmaydi. Natriy nitratdir balki, natriy karbonat bilan reaksiyaga kirishmaydi. Demak, nitrat ioni bo'lgan 3-chi probelkada. Endi to'g'ri moslashtiring debdi. 1D, 2B, 3C, 4A. 1D, 2B, 3C, 4A degan javob B javobga mos kelyapti.